Alloh subhanahu va taolo aytgan, sen nimani xor qilsang, men seni shunga zor qilaman. Azizlar, bu suv Allohning bergan bitta katta ne'mati. Bu ne'mat bo'libki, ham siz bilan bizga tanamizga shifo, ham bizga oziq-ovqat, oziq bu. Ham bizni poklovchi narsa. Suvdan boshqa narsa insonni poklamaydi. Inson dunyoga keladi, tug'iladi, suv bilan poklanadi. Oxirgi manzilga ketayotganda ham o'sha qabrga yerga qo'yilayotganda ham shu insonni poklab jo'natiladiki, pok bo'ladi. Shunga suv kerak. Bu suv shunday biz uchun kerak. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ko'p hadis muboraklarda aytganlarki, suvni isrof qilmaslikni bizni shariatimiz ham isrof qilmaslikni buyuradi. Hattoki tahorat qiladigan bo'lsak, biz tahoratimizga ham suvning o'lchami bor. O'shandan ortiq tahoratga ham isrof qilmasligimiz, isrof qilganimiz uchun unga ham javob beramiz. Qiyomat. Suvni ortiqcha ishlatmaslik kerak. Har bir foydali narsaga ishlatilish kerakki, ortiqcha isrof qilmaslik kerak. Biz ziyon suvlarimiz bizda isrof bo'lganligi uchun biz buni qadriga yetmaymiz. Yer yuzida 7,5 milliarddan ortiq aholi yashaydigan bo'lsa, 3,5 milliarddan ortiqlik suvsiz joyda yashaydi. Shunaqangi mana issiq mintaqalar bor, Afrikalarda shunday joyki, yozda suv bo'lmaydi. Qishda shunaqangi sovuq bo'lganda, yomg'ir yoqqanda tuyaqushlarni tuxumini ikki tarafidan teshib turib, tuyaqushni ichiga tuxumini bo'shatib, ichiga suvni quyib, tepasini bekitib, daraxtlarni tagiga ko'mib qo'yiladi. Yozda o'sha daraxtdagi bol o'sha suvni olib iste'mol qiladi. Ular yuvinolmaydi siz bilan bizga o'xshab. O'sha iste'molga ishlatadi. Bizga Allohning ne'matini yog'ib qo'ygan ekan, yaratib qo'ygan ekan, shunday oqib kelyapti suv. Mana shuning uchun biz suvda qadrga yetishimiz kerak. Suvni isrof qilmasimiz kerak bo'lsa, bizning shariatimizda suvni isrof qilgani uchun ham shu odamga gunoh bormi? Gunoh bo'ladi suvni isrof qilishlik. Buni jazosini Xudo beradi, tortadi. Qonunda ham biz shunaqangi qilib bir belgilab qo'yishimiz kerak, isrof qiladiganlarga qonunda bir javobgarlik belgilashimiz kerak. Bu hammamiz uchun kerak. Chunki biz shu narsani tegab, terjasak, bizdan keyingi avlodlarimizga ham shu narsa. Qani ilgari mana hozir hoji akam bizdan oldin aytib o'tdilar, xonadonda bitta kran bo'lgan yoki biz ilgari xonadonimizda ham bo'lgan, hammamiz ko'chamizda bitta kran bor edi. Ko'chadan paqirda suv toshirdi. Hozir yo'q degan xonadonda 4 ta 5 ta kran bor. Hammomida alohida chiqib turibdi, oshxonasida alohida chiqib turibdi. Masalan, bitta oila, bitta hovlida 3 ta xonadon, 3 ta oila yashaydigan bo'lsa, uchovining ham xonadonda hammomida suv bor. Shunday kranda otsak, Allohning ne'mati bu suv kelib tursa, paqirda ko'tarib toshimasak, shunday kelib turib, buni shukronasini ado qilishlik uchun nima qilishimiz kerak? Endi buni haqqini vaqtida to'lab qo'yishimiz kerak.